Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Biz hozir Sergeli Xonobod mahallasiga kelganmiz. Eng oxirgi birlamchi ipotekaga sotilayotgan 3 xonali kvartiramizni obzor qilishga, domimizni atroflarini bir ko'zdan kechiramiz. Mana shunaqa mashina qo'yish uchun parkovkalar bor, bolalar maydonchasi, kattalar dam olish uchun skameykalar qilib qo'yishgan. Undan tashqari magazinlar kelgan. Naroda dorixonani ham ko'rdim. Metroga 450 metr radiusda joylashgan bu uylarimiz hammasi, kvartiralarning hammasi sotilib bo'lgan. Odamlar o'zi ko'chib kelib yashayapti, kadastrlari qo'lida. Ko'pchilik ipotekaga xarid qilgan. Xuddi shunday oxirgi qolgan 3 xonali kvartiramizni ham xarid qilishingiz mumkin. Endi esa kvartiramizga chiqib boraveramiz. Mehnat uchun videoga bitta like bosib qo'yishni esdan chiqarmang do'stlar. Mana do'stlar, podyezdimizga ham kirdik. Xullas ikkita liftimiz bor bu tarafda. Bittasi грузовой, bittasi passajirskiy. Mana do'stlar, oxirgi kvartiramizga kirib yashashga tayyor holatda turibdi. Pachka kvartiramiz. Shuni o'borga qo'rasizlar, shuni kelib yashab orasizlar. Bir boshdan obzor qilib chiqay sizlar uchun. Shu joyga bitta like bosib qo'yinglar. Bunaqa uylarni men yaxshi ko'raman. Kirganimizda mana o'ng tarafimizda bitta umumiy sanuzelni ko'ramiz, hojatxonasi bilan birgalikda. Xo'p. Endi esa ota-onalar uchun родительский spalnini ko'zdan kechiramiz. O'zini balkoni mavjud. Undan tashqari boshqa kvartiralardan ajralib turadigan eng zo'r jihati o'zini mana bunaqa dushovoy kabinkasi ham joylashgan. Uni olib tashab garderob qo'ysalar ham bo'ladi do'stlar. Balkoniga chiqamiz. Shundoq chiqqanimizda men bu yoqda hali park bo'lib, juda ham go'zal joylar bo'lib ketadi. Inshaalloh yashab tursak ko'ramiz, xudo xolasa. Endi bu yoq tarafdan keyingi xonalarimiz. Endi bu zal uyutni bo'ladi. Ja kichkina ham emas, ja katta ham emas. Maza qilib endi mehmon kelganda kutib olib, choy-poy qilinadigan. Endi bu yoq tarafimiz oshxonamiz. Oshxona kattagina, yaxshi, mebellari bor, kuxunni, derazalar mana yorug'liklar tushib turadi. Undan tashqari mana bu yerda shaxta bo'ladi do'stlar. Shuni kesasizlar, xolodilnikni tiqib yorsa bo'ladi. Ko'pchilik mijozlarimiz shunaqa qilgan. Mana ko'rishinglar mumkin, uyutni, kozyollar bor, issiq suv bemalol yoqib qo'shib qo'yasiz, issiq suv bo'lib yotadi. Endi bu yoq tarafimiz bolalar xonamiz do'stlar. Bolalar xonasiga bemalol ikkita kravat, bitta shkop, undan tashqari bitta stol ham sig'ar ekan. Bu yoq tarafimizda esa ko'rishinglar mumkin registrlar. Uyimizda registr isitish sistemasi orqali isitiladi. Har bitta xonada registrlar qo'yilgan. Umumiy maydoni 70 metr kvadratdan tashkil topgan uyimizni. Endi esa buni to'lovlarini tushuntirib o'taman. Xo'p, mana kiraverish eshiklari mana meniki ko'pchilik prihojniy shkop yasatib olishadi. Sizlar ham yasatishingiz mumkin. Endi esa men bir boshdan to'lovlarni tushuntirib o'taman. Xo'p, hozir stabilizatorni qo'yib olsam bas. Ko'rinyaptimi hammaga? Xullas do'stlar, assalomu alaykum. Mana yuzimni ko'rdingizlar. Uyimizni boshlang'ich 27500 dollar orqali xarid qilishingiz mumkin. Hozirgi paytda bu qurilish kompaniyani o'zini sotuv ofisida bunaqa uylar yo'q. Birlamchi ipotekaga yoki shuni olaman desangiz ham yo'q. Shuning uchun ham hozir investorlardan xarid qilasiz siz. Siz 27500 dollar to'laysiz bizga. Biz o'sha bergan pulingizning ichidan boshlang'ich to'lov to'lab beramiz va sizga kredit qoldiq 420 million so'm qoladi. 6 million 300 ming so'mdan oylik to'lov qilib to'lab yurasiz. Xohlasangiz 20 yilgacha to'lang, xohlasangiz 5 yil to'lab yo'q. Qolgan kredit foizlari ham kesilib ketadi. Bitta pasportga qilib beramiz. 18% kredit foizli do'stlar. Pastda nomer qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bu Xonoboddagi oxirgi birlamchi ipotekadagi uy tayyor, patlush holatda, pachka holatda turibdi, kirib yashashga tayyor. Uni siz xarid qilishingiz mumkin.
boshqa lokatsiyalardan bu lokatsiyani zo'r tarafi metro yaqin 450 metr radiusda joylashgan. Ko'pchiligi aynan mana shu ma'qul tushgan. Undan tashqari Yashnobod, Qo'yliqqa, Sergeliga, Yakkasaroylarga juda ham yaqin, yo'llari katta yo'lga yaqin bo'lganligi uchun mashinasi borlar xohlagan joyga qatnaydi. Maktab, bog'chalar bor yaqin atrofda, masjid ham bor, magazinlar, parkovkalar. Yana nimani aytishim mumkin? Avtobus kanechkalar ham bor aytgancha do'stlar. Uyimizning lokatsiyasi ideal desam bo'ladi. Mana shu uyimizni bemalol kelib, boshlang'ich $27,500 to'lab xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, nima uchun 27,500? O'zi aslida uyi egasi telefon qilib, "Shohruxjon, dollar narxi ko'tarilib ketdi. Bizga qoplamaydi. Uyimizning narxini $28,000 chiqaring, $28,500 chiqaring" deb telefon qilganib aytgandi. Lekin men boshida mana shu uyni reklama qilib $27,500 ga obunachilarga taqdim qilganman va uy egasiga to'g'ri tushuntirgan holatda, "Okajon, dollar ko'tarilgani bu bizning aybimiz emas. Bizning obunachilar, bizning mijozlar dollar ko'tarilganligi sababli qimmatroq olishga majbur emas" dedimda, $27,500 dan kesanglar, boshlang'ich to'lovdan qilib beraveraman. Aytgancha, aldanib qolmanglar. Fake akkauntlardan mani videoyim qo'yilyapti ekan. Biz boshlang'ich to'lovsiz uylar, u yoq bu yoq deb kecha bitta obunachim tashlab berdi. Hozirgi paytda Toshkent shahar kiber xavfsizlik bo'yicha bo'limiga murojaat qilganmiz, ariza yozganmiz. O'sha profillarning ustidan ish olib borilyapti. Boshqa kanallarda meni videoyim chiqib keladigan bo'lsa, boshqa nomer bilan mana shu nomerlar faqat xizmat ko'rsatadi bizda. Ular fake, ularga ishonmanglar. Meni o'zimning kanalimdan kelib telefon qilib kelgan mijozlarimga shaxsan o'zim xizmat ko'rsataman. Boshqa hech kimni yubormayman. Yuborsam ham o'zim обязательно tekshirgan shogirdimni, yonimda yurgan bolani jo'nataman. Uni ham sizlar videoda ko'rgan bo'lasizlar, ko'rasizlar. Ishonchli bo'ladi. Ha, bo'ldi, o'sha Shohruxni yordamchisi ekan deb turib, bemalol u insonga ham ishonib, xizmatinglarni ishonsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va shu videoni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, hoziroq telefon qiling, chunki bu oxirgi uyimizda ulgurib qolinglar. Qolganlari ikkilamchi kredit bo'ladi. 26% dan 8, 10, 12, 15 milliongacha to'laysizlar. U hech kimga qoplamaydi, конечно. Birlamchi ipoteka yaxshi. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. YouTube kanalimizni постоянно kuzatib boring. Bunaqa variantlarni ko'p tez chiqaramiz. Shuning uchun ham tez telefon qilishga odatlaning. Temirni qizig'ida bosish kerak do'stlar. Hammaga omad, rahmat hammaga. Joninglar sog' bo'lsin.